Oddiygina rasm, screenshot yoki 10 sekundli video ba'zi insonlarni butun umr ishlab topa olmaydigan puliga sotilishini tasavvur qila olasizmi? Masalan, mana bu mushukchani NFT'si $690,000 ga sotilgan. Uning nomi Nyan Cat. Ushbu rolik YouTube'ga 2011-yil aprel oyida qo'yilgan va memga aylanib ketgan. Shunchalik osonmi deb o'ylashingiz mumkin, lekin unchalik emas. Loyihamizning bugungi sonida siz NFT haqida hali eshitmagan ma'lumotlar bilan tanishasiz. Siz eng qiziqarli faktlar va yetti uxlab tushingizga kirmagan ma'lumotlar kanalidasiz. Men ismim Mahmud, boshladik. Mana behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday. So'nggi 2 yilda internetni portlatgan so'z bu NFT. Deyarli har kuni qaysidir mashhur inson qaysidir narsasini NFT qilib sotgani yoki qaysidir oddiy bitta narsa NFT qilinib qimmatga sotilgani haqida ko'p eshityapmiz. O'zi hamma to'polon qayerda boshlangan? Larva Labs. Bu loyiha 2017-yilda CryptoPunks degan eksperimentni boshlagan. Ular 10 ta bir-biriga umuman o'xshamaydigan avatarka yasashgan. Ularning hammasi Ethereum platformasidagi blockchain texnologiyalariga bog'lanib token qilingan. Yana ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, muallif yoki egasi kimligi aytilgan. Avatarkalar boshida tekin bo'lgan. Ularni olish uchun faqat Ethereum koshelyogi kerak bo'lgan. Hamma avatarkalar egasini topgandan keyin odamlar qaytadan savdo tashkil qilgan va o'z avatarkalarini auksionga qo'ygan. Narxlar sezilarli darajada o'sgan. Misol uchun, zombi avatarka birinchi savdoda $1 ga sotilgan bo'lsa, 3 yil o'tib 2020-yilda uni $2,900 ga sotishgan. 2021-yilda esa boshida tekin bo'lgan bu avatarkalarning ba'zilari $2 million gacha baholangan. Larva Labs bu bilan to'xtab qolmagan. Aksincha, ular rivojlangan. Chunki gamerlar o'sha paytga kelib o'yinlarda topilgan turli xil qurollar, kiyimlarni kolleksiya qilib olib, sotishni boshlagandi. Shunaqa qilib 3,5 yil davomida 6800 ta avatarka oldi sotisi natijasida оборот $142 million ni tashkil etgan. 142 millionli yep-yangi bozor. NFT bu almashtirib bo'lmaydigan token. Unda token nima? Sodda qilib aytganda, qimmatli qog'oz, faqat virtual. U blockchain asosida ishlaydi. Endi yana bitta savol tug'iladi. Shu internetda tarqalib ketgan, hamma ishlatishi mumkin bo'lgan har xil giflar, rasmlarni sotib olishdan ma'no nima? Osonroq tushunish uchun NFT ga xuddi muzeydagi kartinalardek qarash kerak. Masalan, Mona Lisa Gioconda kartinasi juda qimmat va u muzeyda saqlanadi. Lekin sizga xuddi shunaqa kartinani boshqa bir rassom chizib bersa, uyingizga qo'yishingiz mumkin. Yoki uni JPEG formatdagi rasmidan ko'pchilik internetda foydalanib yuraveradi. Muzeyda turadigan Mona Lisa'ning qiymati uni Da Vinci chizganida va originalligida. NFT virtual originallikni sotish. Tesey kemasi paradoksi. Keling mavzuni yanada kengroq tushunish uchun qadimgi Afinaga murojaat qilamiz. Falsafada Tesey kemasi nomli paradoks bor. Qisqacha tushuntirganda, Tesey degan Yunon qahramoni bo'lgan. U bir orolga sayohat qilib, u yerda Minotavr degan maxluqni yenggan. Yunonlar bu afsonani xotirada saqlash maqsadida Tesey kemasida uning o'limidan keyin ham uning sayohatini takrorlab turgan. Har yili qilingan sayohatlar vaqt ta'siri sabab Tesey kemasi eskirgan va uni ta'mirlab boraverishgan. Oqibatda Tesey suzib qahramonlik qilgan kema qismlaridan birortasi qolmagan. Hammasi almashtirilgan. Savol tug'iladi. Qaysi biri original, qaysi biri haqiqiy? Agar siz Tesey qadam qo'yib qahramonlik qilgan kemani haqiqiy va original deb hisoblasangiz, demak NFT ga pul va vaqt sarflashingiz mumkin. Lekin agar qismlari ham almashtirilgani sizga haqiqiy original deb tuyulsa, unda NFT ni sizga qadri yo'q. Chunki NFT lar ham xuddi shunaqa ishlaydi. Uni qiymati originallikda. Misol uchun qaysidir mashhur shaxs yoki siz yoqtirgan ijodkor yaratganligida. Tasavvur qiling, Insta avatarkangizda Pablo Picasso chizib bergan rasm turibdi. NFT ni asosan ikki xil uslubda sotish mumkin: auksion yoki qat'iy narx belgilash. Sotuv uchun platformalar juda ko'p: OpenSea, Binance va boshqalar. Biror narsani NFT qilib sotishda uni qancha miqdorda chiqarish va sotishni o'zingiz hal qilasiz. Masalan, 5, 7, 30 bunday usulda ijod namunalarini yaratish yangilik emas. NFT dan oldin ham haykaltaroshlar o'zi yasagan haykallarini bir necha ko'rinishda chiqargan. Haykaltarosh yelim yoki plastikdan qolip yaratgan.
va uning ko'rsatmalariga amal qilgan holda bir nechta haykallarni yasash imkoni bo'lgan. Ularning orasida eng mashhuri Rozinning mutafakkir haykali hisoblanadi. Haykalning ilk varianti hozirda Fransiyada Rozin muzeyida saqlanadi. Rozin hayotida bronza va boshqa materiallardan turli xil o'lchamlarda haykalning variantlarini yaratgan. Uning o'limidan keyin ham bu ish davom etgan. Hozirda mutafakkir haykalining 25 ta varianti mavjud. Eng qizig'i, xaridorlar nusxa sotib olgan hisoblanmaydi. Ular sotib olgan mutafakkir haykalining variantlari original hisoblanadi. Hozirga kelib blockchain texnologiyalari sababli bu amaliyot virtual olamga ko'chgan va ancha osonlashgan. NFT bilan shug'ullanib boy bo'lib ketishingiz uchun siz yo juda boy, yo juda mashhur bo'lishingiz kerak. Bunga oddiy misol. Twitter asoschisi Jack Dorseyning birinchi yozgan tweeti 2,9 millionga sotilgan. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Tomosha qiling. DJ Justin Blau o'z albomini NFT qilib auksionga qo'ygan va 11 million 600 ming dollarga sotgan. Hashmask 6718 2021-yilda deyarli 600 ming dollarga sotilgan. Trevor John va Jose Delboning Genesis deb nomlangan Batman rasmi 558 ming dollarga baholangan. Hashmask 909,039 844 ming dollarga sotilgan. Yer va Mars NFT'si 5 million dollarga sotilgan. AQSh professional basketbol ligasi chempionatdagi esda qolarli lahzalarni video qilib NFT bozorida sotgan. Zamonaviy muammolar zamonaviy yechimlar talab qiladi. Everydays'ning bu JPEG formatdagi rasmi 69 million dollarga baholangan. Non-fungible ma'lumotlariga ko'ra, NFT bozor aylanmasi 250 million dollarni tashkil etgan. Bu degani bu bozor 2019-yildan hisoblaganda 1 yilda 209% ga oshgan. Biz nima demoqchimiz? Agar siz tajribasiz, hali katta auditoriyaga ega bo'lmagan inson bo'lsangiz, hozircha o'z ustingizda ishlaganingiz ma'qulroq. Chunki NFT bozori hali tartibsiz va siz komissiya uchun to'lagan pullaringizni yo'qotishingiz mumkin. NFTda pul ishla olgan odamlarning katta qismi yokida juda boy, yokida juda mashhur insonlar. Nima bo'lganda ham NFT bu yorqin kelajak uchun to'g'ri tanlov bo'lishi mumkin. Ammo yaxshi natijaga erishish uchun yaxshi mahsulot yaratishga harakat qilish kerak. Bugungi mavzu sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Aytgancha, dunyoda birinchi pul o'tkazmasi 1918-yilda AQShda telegraf orqali amalga oshirilgan. Shunga o'xshagan qisqa va qiziqarli faktlarni bizning Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Sizlar bilan izlanuvchan Kamina Mahmud bo'ldi. Omad hamrohingiz bo'lsin. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hamera. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yokida student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi sanaval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin.